Hammaga assalomu alaykum. Avto Prestige obunachilar. Bunga obzorda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobilim Geely M9 avtomobili bo'ladi. Do'stlar, kimga bunaqa современный texnologiyadagi avtomobil kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi do'stlar. Ushbu avtomobilimiz qora rasvetkadagi hamda ichki salonlari apelsin salon qilingan. Bu avtomobilimizda Face ID deysizmi, head-up display, yana mana bunaqa yetmaganiga kattagina bitta monitor. Yana eng qiziq tarafi orqada ham shunaqa o'zining monitorlari bo'ladi. Ikkitalab panorama tom, ikkalasi ham yopilib ochilishi elektronniy bo'ladi. Bu to'rttala sideniya, orqada ikkita kapitanskiy hamda old sideniyalarda abagrev, massaj. Eng orqa sideniyada yana o'zini abagrevlari bilan uncha-muncha mashinalarda yo'q narsalar bilan jihozlangan. Do'stlar, yana yetmaganiga bunaqa ikkitalab беспроводной zaryadniy устройствоlar qilingan. Do'stlar, keyin yana mana bu akustikalarga keladigan bo'lsak, ushbu akustikamiz Flame Sound akustikasi bo'ladi. Do'stlar, kimga ushbu avtomobil kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizning narxi, xudo xolasa, 55 ming deb baholadik. Yana sunnatiga 100 so'm, 200 so'm o'tib beradigan joyi bo'ladi. Do'stlar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqavringlar. Xudo xolasa, Nalchida ushbu avtomobilimizdan bor. Bunaqa mashina olaman deb yurgan tanishlarga ham jo'natib qo'ysanglar bo'ladi.